Farg'ona viloyati Rishton tumani Yoyilma mahallasi. Birinchi jonivorlar. Bu birinchi reysda kelganlar. İkinci reys ham keldi akalar. Birinchi reysimiz o Kamazimiz turibdi. İkinci reys keldi hozir. Xo'p, assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Do'stlar, bugun biz Farg'ona viloyati Rishton tumani Yoyilma mahallasidamiz. Akalar, Alimardon akani firmasiga kelganmiz. Altayda Greenford buqalari yetib keldi. Gorni Altaydagi. Hozir narx-navo bilan tanishtiramiz akalar. Simental, Greenford hammasidan bor. Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar, pastda nomerlarimiz bor. Jahongir, biz tanishtiring endi narx-navo bilan. Xo'p, Jahongirimiz, Jahongir ukamiz. Narxlarimiz 23 milliondan 29 milliongacha. 23 milliondan 29 milliongacha ekan akalar. Buqalarimiz. Qaysilar endi eng kattasi qaysi bularda? Kattalari mana bu. Mana shular necha pul? 29 million. 29 million kami bor a? Kami bor. 23 million 29 milliongacha. Bo'laveradi, zo'r. Yeb ichishlari zo'r. Yeb ichishlari hamma joyi vaksinalari bo'lgan. Vaksinalari bo'lgan, dastavka bor a? Dastavka vojib bo'lib bir donasi ham qilib beramiz. Do'stlar, bir dona olsalaring ham dastavka bor, vodiy bo'ylab. Vohagacha? Vohaga 10 tadan oshiq olsak qilib beramiz. Do'stlar, vohaga 10 tadan oshiq olganlarga dastavka bor ekan. Dastavka xizmati bor. Nima deyapti buqalarimizni qaranglar. Jami 60 bosh a? Jami 60 bosh ha. Do'stlar, nomerlarni qo'yamiz. Aloqaga chiqsalaring, lokatsiyani berishadi, kelib xolasa tanlab olishsin a? Ichidan. Bitta joyga bomba baho bo'ladi. Bo'ldi. Do'stlar, aloqaga chiqaveringlar. Nomerlari pastda bo'ladi. Xaridorlar kelishyapti, bitta olib ketyapti. Bitta joyga olishsa 25 milliondan O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Qo'yig'i suyuq a? Qo'yig'i suyuq. Akalar, eshitdilarmi? Bitta joyga olganga 25 million? 25 milliondan O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Eshitdilarmi do'stlar? Bitta joyga olganga 25 milliondan O'zbekistonda любой joyga yetkazib berishar ekan. Nima deyapti? Aloqaga chiqinglar akalar, shoshilamiz. To'qolli bor, shoxi bor, hammasidan bor ekan a? Do'stlar, aloqaga chiqaveringlar, nomerlar pastda bo'ladi. Ertaga prямой efir qilamiz, efirga kiringlar. Onlayn savdoga ham bo'laveradi akalar.